Özdava sağlamlık bilimleri. Qadirlik to'rdoshlar, biz bugun oltindan qimmatlik 6 xil resept bilan tanishib baqaylik. Saqlab olishingizga arziydi. Birinchisi chilon. Eng yaxshi qavziyat davolash to'g'risi. Kishilarning hammasi chilonni qon to'liqlaydi deb qaraydi. Amaliyotda uning parat ravonlashtirish unumi qon to'liqlashdan ko'rinadi. Jiqma emas, har kuni 7-8 tal chilon yeyishni unutmang. İkincisi, cüzü posti qo'rsoq ko'pishni davolaydi. Tal oshqozningiz kuchli bo'lmasa, o'llik osonli shakllanadi. Bu vaqtda cüzü posti esa manfaat qiladi. Uchinchi, kishmish sunak shalonlashni davolaydi. Kishmishda bor elementi mo'l bo'lib, hayz to'xtagan ayollardagi sunak moddasining eqishidek xavfni to'banlatadi. To'rtinchisi, glastika, revmatizm va yallik bo'g'im og'riqini davolaydi. Beşincisi, qora o'rik va o'riq yuqori qon besimini davolaydi. Qora o'rik yoz faslidagi issiq o'tishni davolashda doim ishlatiladi. O'rik qiqidagi kaliy miqdori bananning 3 hassasiga teng bo'lib, qon besimini tovanlatishda unumli bor. Yaqinqi tadqiqotda bayqilishicha, kaliyning qabul qilinish miqdori natriydan yuqori bo'lsa, qon besim va yurak kasalining oldini olishga yordam beradi. 6. Anjur qiqi qon ozliqni davolaydi. Her günü 4 tal anjur qiqi yeyish gündelik tömürge bo'lgan ehtiyojning 4dan birini qondirib, qon ozliqning oldini oladi. Sağlamlık eltisi öz dava. Ayollardagi börek ojizligining 6 cho'ng alomati va xavfi. Ayollarning börek ojizligi ularning jinsiy havasini to'vallatib etib qolmay, yana hayz qalaymi qolish qatorliq alomatlar ko'rinadi. Bundaqda birlikda ayollarning börek ojizligidagi 6 xil ifodasini ko'rib baqaylik. Birinchisi, ko'z atrofi xunuklashish va teri sarg'ayib ketish. Ko'z atrofi qardab ketish, yuz terisi sog'irib ketish va ko'z ishib ketish degandek alomatlar bo'lsa, masala sizning börkingizda ekanligini tushuntirdi. Bu xil ahvollar börek ojizligining tipik signali. Ikkinchi, oson bo'yda qolmaslik. Börekning quvvatli bo'lmasligi ayollarning bolalik bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. 3. Sovuqdan qo'rqish. Börek ojizligiga giribtor bo'lgan ayollar boshqacha sovuqdan qo'rqadi. Boshqalarga qaraganda ko'p kiyim kiydi va oson ish suradigan bo'lib qoladi. 4. Qon besimi o'rlab ketish. Börek ojizligi yuqori qon besimini keltirib chiqaradigan bo'lib, bu börek xarakterlik yuqori qon besim deb ataladi. Bu shundaqla ikkilamchi yuqori qon besimning muhim bir qismi hisoblanadi. 5. Uyqusizlik, titib bo'lish va zehnini yig'olmaslik. Börek ojizlik kasaliga giribtor bo'lgan ayollarda oson achchig'lanish, uyqusizlik va zehnini markazlashtirolmaslikdek alomatlar ko'rinadi. Buningga qo'shilib yana bel seqirab og'rishdek alomatni ko'rinadi. 6. Samirib ketish. Nurg'un ayollar o'zining samirib ketishining börek ojizligi bilan munosabatlik ekanligiga ishonmaydi. Lekin börek ojizlik haqiqatan badanning samirib ketishini keltirib chiqaradigan muhim omillarning biridir. Sog'lomlik eltisi o'z davo.